Avval aytgan edik, har bir inson har kuni kamida 5 daqiqa Xudoni izlashga vaqt ajratishi kerak. Agar hali ko'rmagan bo'lsangiz, kanalimizda har kuni 5 daqiqada Xudo bilan qanday uchrashish mumkin nomli videoni tomosha qiling. Nega biz Xudoni izlashimiz kerak? Havoriylar kitobida aytilishicha, Xudo insonlar uni izlashlari, uni payqashlari va topishlari uchun yaratgan. Zabur kitobida esa aniq yozilgan: "Egamizni izlang." Bu ruhdan tug'ilgan har bir masihiy bajarishi kerak bo'lgan amaliyotdir. Lekin shayton bekor turmaydi. Inson chin dildan Xudoni izlay boshlasa, dushman ko'pincha uni chalg'itishga, ajratishga yoki aldashga harakat qiladi. Shuning uchun biz olayotgan vahiy Xudodanmi yo'qmi, buni ajrata olishni o'rganishimiz kerak. Birinchi usul: Xudoning kalomi bilan tekshirish. Matta 16-bobdagi Iso Masih va Butrus o'rtasidagi suhbatni eslaylik. Iso shogirdlaridan so'radi: "Odamlar inson o'g'lini kim deb biladilar?" Shogirdlar unga shunday javob berdilar: "Ba'zilar Yahyo cho'mdiruvchi, ba'zilar Ilyos, ba'zilar Yeremiya, boshqalar esa qadimgi payg'ambarlardan biri deb aytib yuribdilar." Iso ulardan so'radi: "Sizlarchi, meni kim deb bilasizlar?" Shimon Butrus javob berib dedi: "Siz Masihsiz, barhayot Xudoning o'g'lisiz." Shimon Butrusga Iso dedi: "Sen baxtlisan, ey Yuhanna o'g'li Shimon. Axir bu sirni senga inson emas, balki osmondagi Otam ochib bergan." O'sha paytda Butrus Xudodan vahiy oldi: "Men Quddusga borib, yo'lboshchilar, bosh ruhoniylar va Tavrot tafsirchilari qo'lida ko'p azob chekaman. Meni o'ldirishadi, lekin 3-chi kuni men tirilaman." Shunda Butrus Isoni chetga tortib dedi: "Bunday deb aytmang, Hazratim. Xudo saqlasin, boshingizga aslo bunday kunlar kelmasin." Iso esa Butrusga qarab: "Yo'qol ko'zimdan shayton", dedi. Meni yo'ldan urma. Sen Xudoning ishlarini emas, inson ishlarini o'ylayapsan." Nima bo'ldi? Avval Butrus Xudodan vahiy olib gapirdi. Bir necha daqiqadan keyin esa boshqa ta'sir ostida gapirdi. Iso farqni qanday bildi? Chunki ikkinchi vahiy Xudoning kalomiga, irodasiga va rejasiga zid edi. Bu bizga juda muhim haqiqatni o'rgatadi. Siz Xudoning kalomini yaxshi bilishingiz kerak. Faqat shunda har qanday vahiy yoki ilhomni muqaddas yozuv bilan solishtira olasiz. Agar u Xudoning kalomiga mos kelsa, qabul qilasiz, agar zid bo'lsa, rad etasiz. Ikkinchi usul: Masihning jamoati orqali tekshirish. Ikkinchi usul 1-Korintliklarga 14-bobda berilgan. Havoriy Pavlus aytadi: "Iymonlilar yig'ilganda har qanday o'qish, ta'limot, tillar va vahiy talqin jamoatini qurish uchun bo'lishi kerak." Vahiylar yakka hokimiyat yoki shaxsiy mutloq haqiqat tavsifida berilmaydi. Ular tekshiriladi, tortiladi va ajratiladi. Pavlus shunday deydi: 2 yoki 3 kishi gapirsin, qolganlar hukm qilsin. Payg'ambarlarning ruhlari payg'ambarlarga bo'ysunadi. Xudo tartibsizlik emas, tinchlik Xudosidir. Bu nimani anglatadi? Inson o'z vahiy sirini ruhiy yutuq yetakchilar va cho'ponlarga olib boradi. Ular buni Xudoning kalomi va Xudoning ruhi bilan tekshiradilar. Agar mos kelsa qabul qilinadi, agar mos kelmasa rad etiladi. Xulosa: har bir vahiy 2 sinovdan o'tishi kerak. Xudoning kalomi, Xudoning xizmatchilari va ruhiy ajratish. Agar mos kelsa uni Xudodan deb qabul qilamiz, agar mos kelmasa qabul qilmaymiz. Shunday qilib biz Xudo bilan xavfsiz, aniq va haqiqatda yuramiz. Obuna bo'ling, izoh qoldiring, layk bosing va ulashing.